2026-yil 13-fevral. Assalomu alaykum. Fermer dehqon akalar. Arzonchi ustalarimiz. Nososlar arzon, optim narxda. Ustalar ham optim narxda. Mana ko'ring. Shaytonga birinchi shitdan boshlaymiz. Shitni nolga o'ltirganmiz. Xo'sh, shitni ochamiz. Bismillah. Bu qanaqa shit bu? Yomonimi bu? Avtomatni ko'taramiz. Yonollar miya. Mana shunda 4 ta 5 ta nososni boshqaradi mana shu. Tok transformatorda kuchayib ketsa tashlaydi, faza bitta faza yo'q bo'lsa tashlaydi, tok pasayib ketib, holat yo'qotsa tashlaydi. Faza o'ng tesini bilib turadi, regulovka qilib qo'yganmiz. Stosib qo'yganlar, kompyuterda ko'taramiz. Birinchi avtomat, birinchi nosos. Kompyuterda qo'shamiz. Buni kompyuterda bilasizlar, 708 kompyuter qo'shamiz. Ketdi, birinchisi ketdi. Xo'sh. Ikkinchisini qo'shamiz. Bismillah. Mana bu ham signal beradi o'zi. Tayyor deydi. Ketdi uchinchisi, ikkinchisi adashib ketyapmiz. Hali biz yangimizda. Ustamizning yaligiga yangimiz YouTube'ga. Ustaligimizga eng cho'lgan. Mana nososni juda garantiyali o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Hoppa, ko'p gapirmayapmanmi? 708. Kompyuterimizni 4-chisini qo'shamiz mana. Ketdi mana. Xo'sh, 9 metr. Olib beradi, aytib beradi. Ag'ida polietilen qo'yilgan. Polietilenda pastga qarab chiqdi. 250 tonna. 250. Agar tutga qilib o'rnatganmi? Shaytonni qo'yib, urun deydi. Ishlar bo'lgan. Yo'q qo'yamiz. Hop, endi borib atib ko'rsatdim. Qanday uyilgan. Stop. Спасибо. Atotlarimiz shu holatda egilgan bo'ladi. 7,5 kilovat nasos, 250 turbadan qarshini qara. Bu tomonda 200 beryapti, bu tomonda 200 Gel doğru çıkarttı. Bunu bana buldular. Bunlar 15 metre. Bakın, bakın bu oğlan. Bunun başkanı biri. Gelen sıralı. Bu bakılınca bu başkanından gelmiş. Allah'ıma demek geldi. Aç şunu bana, aç. 250 250 polietilen'de çıkar veriyor. 7,5 kilovatlı. Amper bana. Şu yaptı amperi. 13'e çıktı bana. 13'ü 8, 13'ü 9, 13'ü. Düşerdi bu hali xudo xolasa. Hozir nasosimiz 7 kilovat rasot qilyapti. Har bittasi 7 kilovat rasot qilyapti. Sekin, işte yangi nasos. İşlab turgan